Ya ona Jasur Umirov bilan bog'liq janjaldan so'ng Shuhrat Musayev video murojaat bilan chiqdi. Ikkinchidan nima deganing u? Butun boshli artist O'zbekiston taniydigan. Jasurning oilaviy masalani jonli efirda muhokama qilgani ko'pchilik tomonidan noto'g'ri baholanib, bunday holatlar ommaga olib chiqilmasligi kerakligini ta'kidladi. Xalq bilish shartmi sani oilangda nima bo'layotganini? Bu bir. Shuhrat Musayev ham bu masalaga o'z munosabatini bildirdi. Chiqoli namanganlik musorlarmiz. Namanganliklar musor bo'ladi. Qadrli do'stlar, videoni tomosha qiling va albatta o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Kanalimiz rivoji uchun esa obuna bo'lishni unutmang. Shu odamlarga hayron qolaman-da. Butun xalqqa ajrashyapsanmi, ajrashmayapsanmi, birinchi o'rinda nima farqi bor? Xalq bilish shartmi sani oilangda nima bo'layotganini? Bu bir. Ikkinchidan nima deganing u? Butun boshli artist O'zbekiston taniydigan chiqoli namanganlik musorlarmiz. Namanganliklar musor bo'ladimi? Mahalliychilik qilib, mamlaqa bir irqchilik qilib yurmalaring-ne. Sendeklar ham ko'payib ketdi-da, bor normalniy bo'llaring. Ichki ishlardan so'rab qolardik, bor tegishli tartibda bir javobgarlikka tortish kerak bunaqalarni. Mahalliychilik qilayotgan, irqchilik qilayotganlarni. Kim qaysi viloyatdan nima farqi bor? Viloyat ajratma kim bo'lsang ham, tushundingmi? Oilangdagi ishni oilangda qoldirgan. Odamlar sani oilang bilan nima ishi bor? Kechagi videoyimda ozgina tushunmaydigan odamlar ham bor ekanda. Shu odamlarga ozgina gapirib o'tmoqchiman. Avvalambor, men hech kimning oilasiga aralashib yurgan bola emasman, aralashmayman. U Jasur Umirovni oilasi bilan ishim yo'q. U videoni o'zi jonli efirda chiqargan, ommaga, xalqqa murojaat qilib chiqqan va videodagi faqatgina o'sha mahalliychilik bo'lgani uchun men fikr bildirdim. Va ayrimlar kirib g'iybat qilma, sani ishing nima, aralashma deydiganlarga. Agar menga o'xshaganlar chiqib mana shunaqa narsalarga fikr bildirib turmasa, ertaga mahalliychilik ko'payib ketadi. Odamlar u viloyatdan bu viloyatda ajratib bir-biriga yomon gapiradigan bo'ladi. Va bu narsalarga chora ko'rilmasa, avjiga chiqadi. Shu uchun bilib-bilmay kommentariylarda har xil gaplarni yozib tashamanglar. Chunki bu narsaga ham javobgarlik bor. Xo'p, o'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Meni gaplarimni tushungan tushundi. Tushunmagan bo'lsa, hech qachon tushunmay o'tib ketadi.